Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bir oy ichida hayotingizda qanaqa hodisalar ro'y beradi? Bir oy ichida. Kim uchun bu rasklad? Kimning energiyasi chiqadi? Uylangan bola haqida, uylangan yigit haqida ketyapti gap. Yaqindagina uylanib, uyiga kelin olib kelib va ikkilanib qolgan bola haqida. Yaqinda erga tekkan qiz haqida gap ketyapti. Meni yaxshi ko'radimi, yaxshi ko'rmaydimi deb ikkilanish boshlagan. Eri yaxshi ko'radi uni, lekin ikkilanayotgan ayol haqida gap ketadi. Yana bittasi erga tekmoqchi bo'lgan ayol haqida. Eri kel birga yashaylik deb, yigiti kel birga yashaylik deb предложение qilgan inson haqida gap ketadi. Lekin bu ayol qo'rqib yotibdi. To'g'rimi, yo'qmi debdi. Yana shu bola chiqdi. Bu boladan qochib qutula olmaysiz, chunki u hamma o'ylagan narsasiga erishishga o'rgangan. Uni aytgani bo'ladi. Agar siz derazadan yopsangiz eshikdan keladi, eshik yopsangiz derazadan keladi, derazadan yopsangiz eshikdan keladigan bola. Telefon qiladi hozir. Sizga pul olib keladi, sevgisini izhor qiladi kelib, rosa yaxshi ko'radi. Yana shu kartalar chiqdi, qarang. Kel birga yashaylik deb sizga aytadi. Rosa sevib qopti. Lekin siz qo'rqasiz oila qurishga u bilan. Agar o'zini haqiqiy yuzini ko'rsatmayotgan bo'lsa-chi deb ikkilanyapsiz. Uni yaxshi ko'rgan ayol bo'lsa-chi deb. Yo'q, bu hammasi sizni qo'rquvlaringiz. U yaxshi, ijodkor inson. Он победитель. Hamma aytganiga erishadi. Bir marta chiqdi, hozir yana shu gap chiqyapti. U ishlaydi, молодец, qo'li go'l inson ekan. Lekin o'tmishda unda qiyin tajriba bo'lgan, bog'lanishlar bo'lganda, shu qiyin tajriba uni kuchga aylantirgan. Hozir u orqali o'zini kuchini tushunib yetgan. Uni qaramligi, uni ayollar bilan yurishi qaram bo'lishi mumkin, yoki spirtnoy ichimlikka qaram bo'lishi mumkin, yoki narkotik qaram bo'lishi mumkin. Har xil qaramlik bo'ladi-da. Ana shu qaramligi uni haqiqiy kuchini ochib bergan. Chunki bu situatsiyaga, hodisaga u boshqa ko'z bilan qaragan, boshqachasiga aylanib, tushungan va qaror chiqargan. U juda aqlli, aqlini yig'ib olgan inson. Kurashlardan to'xtagan, charchagan, undaqa hayot xohlamayapti. U ayoli bilan uzoqqa ketmoqchi, birga yashab. Lekin sizni sevadi, sizni xohlaydi, sizni ta'minlash xohlaydi, sizga polностью hamma sharoitlarni yaratib beradi. Ikkilanmasangiz bo'ladi, sizni sevadi. Mana qarang, qanchalik sevishi chiqyapti-da. O'zingiz bilan o'zingiz kurashyapsiz, ishonmasdan. Oling bu imkoniyatni, yoki hayotda sizni qiyinchiliklar kutyapti. Agar olmasangiz qiynalasiz. Sizga savet, sizga qanaqa juda chiroyli chiqdi rasklad. Men buni boshqa продолжать не хочу, davom qilmoqchi emasman. Sizga maslahatini so'raymizda, hozir shu bilan to'xtatamiz. Maslahat. Wow. Siz boshqatadan o'zingizni tiklaysiz, kuchingizga ega bo'lasiz, tug'asiz. Yangidan hayot boshlash imkoniyati hayotingizga shunaqa shoshilib kirib kelyapti. Oling. Orqaga qaramang, orqada hech nima yo'q. Orqada illyuziya, rozовые очки, ertak bor, illyuziya bor. Orqaga qaramang, boring shu yigitni oldiga. Do'stlar, bugun soat 7 da bizning darsimiz boshlanadi. Kim xohlaydi, kiringlar. Bu aytdim kecha, imkoniyat.
Qanaqa imkoniyat? Hayotda o'zingizga o'zingiz kartalar orqali yordam bera olasiz, boshqalarga ham yordam bera olasiz. Shunaqa imkoniyat. Ta'til foyda o'tsin deb buni kursni ochdim, bilasiz. Bu kursim aslida $300 turadi. Men 500 mingga hozir sizlar uchun ochdim. Bugun 7 da darsimiz boshlanadi. Kim xohlaydi, kim ulguradi, shu raqam bo'yicha chiqinglar. Telegramga yozinglar, chekka tashinglar, gruppaga qo'shaman. Gruppada уже odam yig'ilyapti. Telefon nomerim 99 511 99 511 90 18. Telegramga chiqib yozinglar. Qaram bo'lib o'tirmanglar. O'zingizga yordam berib ketaverasizlar. Mana bugungi kunning energiyasi qanaqa? Qo'rquv, juda ko'p qo'rquv. Qila olamanmi, qila olmaymanmi degan. Bu hodisaga boshqachasiga qarasa tushunib yetasiz. Bu orqali faqat kuchli bo'layotganingizni. Davaychi. Juda ham chiroyli rasklad bo'ldi. Hamma tomonlama imkoniyat kelyapti hayotingizga sevgi orqali. Oling, bu imkoniyatni qo'ldan chiqazmang ekan. Rahmat.